Assalomu alaykum hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar. Bugun biz Ohangaron tumani Yevalak shu mahalla fuqaroligiga qarashli bo'lgan shu haligi fermer xo'jaligi dalalaridanmiz. Aynan mana shu dalalarda bu yerda shu bug'doy yerga ishlov berilmasdan ekilgan. Shu 2026-yilda 21-yanvarda ekilgan bug'doy. Bug'doydan şu 100 kilogram karbamid berilgan. 100 kilogram karbamid bu 21-martda berilgan. Undan keyin aynan mana shu yerda turli nimalar berilgan. NPK'lar berilgan, shu barg orqali oziqlantirilgan. Undan tashqari nimalar berilgan? Undan tashqari NPK berilgan, mana barg orqali oziqlantirilgan va asosiysi shu to'liq barcha agrotexnik tadbirlar sug'oriladigan maydonlarda qanday bo'lsa xuddi shunday qilingan. Shu begona o'tlarga qarshi gerbitslar berilgan. Demak, mana shu yerdagi dalamizda mana ko'rsak bo'ladi. Mana yerga ishlov berilmaganligi, mana nimalar o'tgan yilgi ekinlardan qolgan qoldiqlar turibdi bu yerda. Bularning barchasi mana shu yerga ishlov berilmasdan ekilgan ko'rsatadi. Mana yana bitta agronomimiz bor, mana Muhammadbekki. Qanday, senga yoqdimi mana shu yerdagi bug'doylar? Ha? Hosildorligi yaxshimikan? Ha, aytdi. Yaxshimi? Hosildorligi yaxshi deb nechta tonnadan olyapmiz? 4,5 tonnami? 4,5 tonna olyapmizmi? Ha? Gapir. 4,5 tonna atrofida olyapmiz. Mana qara. Mana bo'yi ham qarang, mana Muhammadbekning bo'yi bilan tengda mana bug'doylar, mana bo'yi, mana bug'doyning bo'yi. Biroq mana bitta yana narsasini ko'rsatishim mumkin. Mana nimamiz, boshoqlarimiz qayrilib qolgan. Boshoq qayrilgani bu hosildorlikni yaxshi bo'layotganidan darak beruvchi bitta belgi. Nimaga? Chunki boshoq qayrilsa u shu donga to'lgan bo'ladi. Donga to'lgandan keyin o'sha don boshoqni o'sha qayrilishga majbur qiladi. Chunki egiladi. Shu pastga qarab egiladi. Ana shuni hisobidan ham bilsak bo'ladi bu yerda hosildorlikni shu yaxshi bo'layotgan. Agar kimdir bizning gapimizga shu shubha bilan qarayotgan bo'lsa, mana hozir shu 2 hektardan 4 bunker bug'doy to'kildi, shundaymi? 1.9 hektardan. 1.9 hektardan 4 bunker nima qildi? Agar 2 tonna 200 dan hisoblanganda ham bular hammasi 8 tonna 800 bo'ladi. 8 tonna 800imiz esa o'sha biz aytgan o'sha gektaridan 45 sentner hosilni beradi. Demak, bizda bu yerda mana kim agar shu yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasini biladigan bo'lsa, chunki bu yerda yerga ishlov berilmaganligi uchun ham shu namlik yaxshi saqlangan, namlikni yaxshi saqlangani esa o'simlikning o'sishi, rivojlanishiga ijobiy ta'sir etgan va shuning bilan birgalikda aytishimiz kerakki, o'sha o'simlik qoldiqlari, mana bu yerdagi o'simlik qoldiqlari bular namlikni yaxshi ushlab turgan bular. Shu nimada? Chirindilar mana ko'rinib turibdi. Bular hammasi namlikni yaxshi ushlab turganligi uchun ham shu o'simlikning o'sishi, rivojlanishiga ijobiy ta'sir qilgan. Keyin undan tashqari yana bitta narsani aytishimiz kerak. Bu yerda boyaga aytganimizdek to'liq shu nima deydi, sug'oriladigan maydonlardagi agrotexnik tadbirlar aynan mana shu lalimi maydonlarda ham qo'llanilgan. Va yana bitta narsani biz qayd etishimiz kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana laylaklar. Bu laylaklar ham shu bu yerda aynalib yuribdi. Demak, bularda ham nimasi bor ekan, nima deydi? Rizqi bor ekan. O'sha rizqi orqali mana shu yerda shu to'kilayotgan bug'doylardan bular oziqlanyapti. Juda katta poda, ha? Nechta bor? 100 talar bormi? 100 talar atrofida laylaklar bor mana. Bularni demak o'sha nafaqat biz shu o'zimizning xalqimizga, balki o'sha ekologiya tomonidan shu ekologiyaga ham ijobiy ta'sir etayotganligini mana shu laylaklar orqali ham ko'rsatishimiz mumkin. Demak, bu bir. Ikkinchisi, o'sha iqlim o'zgarishi paytida aynan mana shunday texnologiyalar bizga juda ham qo'l keladi. Chunki mana shu texnologiyalar orqali biz iqlimga mos bo'lgan texnologiyalarni olamiz. Mana shuning uchun ham
o'sha bu yil ko'p fermerlar nimani ekanmay qoldi, bug'doyni ekanmay qoldi, lekin o'sha ekib qolgan bug'doy ekmoqchi bo'lgan payti yer topga kelmadi, ana shuning uchun ham ekanmadi, lekin bizni selkamiz bitta yaxshi tomoni bor, u yerga qattiq yerga bo'lsa ham bemalol ekib ketadigan odati bor. Shuning uchun ham unda hech qanaqangi bizda muammosiz o'sha selkadan ishladik, selka bilan ishladik. Ana selka bilan ishlaganligimiz uchun ham shu ekishni shu vaqtida o'tkazish imkoniyati paydo bo'ldi. Vaqtida o'tkazib oldik va shuning uchun ham mana hozirgidek hosildorlik olishimizga ta'sir qilyapti. Mana ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlar, sizlarning hammalaringizga biz katta rahmat aytib qolamiz. Shu ko'rib borayotganlaringiz uchun o'zlaringizni fikrlaringizni bildiringizlar. Fikrlarni bildirayotganda o'sha mutaxassis sifatida fikr bildirsalaringiz, biz o'sha fikrlar barchasiga javob berishni harakatini qilamiz. Mana Jamshid, men bu yerda ham ko'rsataman, katta nima turibdi, mana bu o'simlik qoldi qolib ketgan. Bularni barchasi ko'rsatib turibdiki, biz shu yerga tuproqqa ishlov bermasdan ekkanmiz. Barchaga katta rahmat. Izohlarni qoldiring. Izohlarni qoldirsangiz, shu izohlarga biz fikrlaringizga to'liq javob berishga, sizlar bilan fikr almashishga, o'zimizning tajribalarni almashishga doim tayyormiz. Katta rahmat barchaga.